O'zbekistonda 1-fevraldan nimalar o'zgaradi? Spot fevral oyidan boshlab kuchga kiradigan qonunchilikdagi o'zgarishlar hamda muhim yangiliklarni eslatib o'tadi. Chiqqaniga 50 yildan oshgan avtomobillardan foydalanish taqiqlanadi. 1-fevraldan umumiy vazni yuk bilan hisoblanganda 44 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillari, kon, shaxta va karyerlarda qo'llaniladigan maxsus transport vositalari uchun alohida seriyali ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilari joriy etiladi. Shu bilan birga yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilar hamda antikvar avtotransport vositalari uchun ham alohida avtoraqam beriladi. Ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan transportlardan foydalanish, ularni qayta ro'yxatga olish taqiqlanadi. Ular davlat ro'yxatidan chiqariladi. Transport sohasidan uzoqlashmaymiz. Endi pravo olish uchun nazariy darslarda qatnashish shart emas. 1-fevraldan boshlab A va B toifadagi transport vositalarini boshqarish huquqini olish uchun avtomaktablarda majburiy o'quv dasturining nazariy qismini mustaqil o'zlashtirish mumkin. Talabgorlar nazariy darslarni o'z ixtiyori bilan onlayn yoki offlayn shaklda o'qishlari yoxud unga mustaqil tayyorlanishlari mumkin. Faqat amaliy mashg'ulotlarni to'liq o'tash lozim. Undan keyin ijobiy natijalar asosida haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihon topshiriladi. Shu bilan birga A va B toifasi uchun o'quv guruhlarini davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatida ro'yxatga olish tartibi bekor qilinadi. Yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob elektropoyezdlarining chipta narxlari oshiriladi. Bunda VIP toifadagi chipta narxlari 15% ga, biznes toifasidagi 1% dan ortiqqa hamda ekonom toifadagi chipta narxlari 5% dan ortiqqa qimmatlashmoqda. Jumladan 1-fevraldan boshlab Toshkent-Samarqand yo'nalishida ekonom klass chipta narxlari 311 ming so'mni, Toshkent-Qarshi yo'nalishidagi 429 ming so'mni, Toshkent-Buxoro yo'nalishidagi chiptalar esa 509 ming so'mni tashkil etadi. Narxlar bilan batafsil saytimizda tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari Silka aviakompaniyasi ham ichki reyslar bo'yicha aviachiptalar narxlarini oshiradi. Yangilangan tariflar 14 ta asosiy yo'nalishga taalluqli bo'lib, o'rtacha qimmatlashuv 7,37% ni tashkil etadi. Eng katta o'sish Toshkent-Buxoro yo'nalishida, eng past o'sish esa Toshkent-Zomin va Nukus-Mo'ynoq reyslarida qayd etildi. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam yangi tartibda tayinlanadi. 1-fevraldan boshlab ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestri negizida yangi ijtimoiy reyestr joriy etiladi. Uning doirasida oilalar davlat ta'minotidagi kambag'al hamda kambag'allik chegarasidagi oilalar toifasiga ajratiladi. Endi davlat ta'minotidagi oilalar bolalar nafaqasi va moddiy yordamni bandlik holatidan qat'iy nazar qo'shimcha murojaatsiz va uzluksiz oladi. Ularning ijtimoiy holati 12 oyda qayta baholanadi. Kambag'al oilalarga yordam 6 oyga tayinlanadi. Mehnatga layoqatli oilalarning rasmiy bandligi ta'minlansa, to'lovlar uzluksiz davom etadi. Aks holda to'xtatiladi. Kambag'allik chegarasidagi oilalarga yordam 6 oy davomida beriladi. Agar jon boshiga oylik daromad minimal iste'mol xarajatlarining 1/25 baravar bo'lsa 75%, 1/25 1,5 baravar bo'lsa 50% miqdorida to'lanadi. Ayrim oilalarga tadbirkorlik uchun imtiyozli kreditlar beriladi. 1-fevraldan davlat ta'minotidagi oilalar uchun ijtimoiy yordam paketi joriy etiladi. Paket subsidiyalar va imtiyozli kreditlarni o'z ichiga oladi. Xususan, bunday oilalarga xonadoniga 7-10 kilovatt quvvatli quyosh panellari o'rnatish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha subsidiya ajratiladi. Shuningdek, oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 4 yilgacha bazaviy hisoblash miqdorining 75 baravarigacha kredit ajratiladi. Kredit 1 yillik imtiyozli davr bilan taqdim etiladi. Mablag'lar ijtimoiy karta orqali berilib, bandlik, tadbirkorlikni boshlash yoki kengaytirish, shu jumladan chorva mollari, parranda, quyon, baliq, asalari uyasi, ko'chma do'konlar, skuter va boshqa asosiy vositalarni sotib olish yoki issiqxona qurish uchun yo'naltiriladi. Talabalarga kontrakt to'lovlarining yarmi to'lab beriladi. 1-fevraldan boshlab kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalardagi yoshlarga imtiyoz berish ko'zda tutilgan. Jumladan, ular harbiy xizmatni bepul o'tashlari mumkin bo'ladi. Shu bilan birga buning uchun subsidiya berish bekor qilinadi. Yoshlar daftari jamg'armalari orqali pravo olish xarajatlari qoplab beriladi. Bu haydovchilik guvohnomasining A, B, D va D, E toifalari uchun amal qiladi. Kasbiy
harbiy va oliy ta'lim tashkilotlarida o'quvchi talabalarga to'lov kontrakt summasining 50%gacha qismi to'lab beriladi. Buning uchun talabgorlar 1 fevraldan boshlab joriy etiladigan ijtimoiy shartnoma shartlarini bajarishlari kerak. Yoshlar 1 yil davomida turli ijtimoiy yordamdan ko'pi bilan 2 marta foydalanishlari mumkin. Qonunchilikdagi shu va boshqa muhim o'zgarishlar bilan batafsil spotda tanishishingiz mumkin.